Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana dehqonchilik. Mana Japan ashkadilari palaga otib qolgan. Endi gullayman deyapti. Mana bu yog'idagi oshina ashkadi. Yarım handalak, yarım ashkadi. Mana ikkinchi pushtamiz. Ikkinchi agatimiz. Bu ham uzun choq Japan ashkadisidan. Bu ham palaga otib qolgan. Nasib bo'lsa, barakasini bersa, har bir anosida bitta gul. Barakasini berib tuyib qolsa, nasib bo'lsa, kağıdı samsa yeyverasizlar. İchiga kirishga ham qo'rqasan, o'sib ketgan. Keyin bosib qo'yasanmi deb qo'rqasan-da. Mana qanday chiroyli bo'lib, qop-qora bo'lib o'sib ketgan. 1,5 oy bo'ldi bularni ekilganiga. Yana 1,5 oydan keyin pishadi, nasib bo'lsa iyulda 10-15lariga. Mana bu bizni yangashga bergan oq fasoldan. Bu ham 3 metrgacha o'sar ekan balandligi. Bu ko'p chiqmadi, lekin ko'plari chiqmadi. 4-5 dona chiqibdi. Ko'raylikchi bunisini ham. Gullayman deb qopti. Beli fasolda ham ko'rayotgan. Bu yog'i kechki qovunlar уже tuyyapti. Mana neyda tuyyapti.